Bu video boshqa videolarimizdan ham ko'ra ancha o'zgacha chiqadi. Sababi bundan bir necha oy oldin, 3 oy bo'ldi, shaxsan o'zim Toshkentga ketayotganimda, demak, Baxtiyor va Azbeylar bilan birgalikda video qilgandik. Bu videoni joylayman. Hurmatli o'quvchilar, bugun esdalikka video olyapmiz. Bugun Toshkentga yo'lga chiqamiz. Baxtiyor va Azbey, xudo xolasa 6 va 97 ikkita signalizatsiya qilingan topik olishadi. Hozirda endi bular KDB bank shot qo'yish uchun yo'lga chiqishgan. 3 oydan keyin xudo xolasa vizalarni Instagram sahifamizga joylaymiz. Shuning uchun hozir yo'l-yo'lakay ideya qilib xayolimizga kelib qoldi. To'xtab, mana yaxshi natijalar bilan xursandchilikda vizalarni qo'yamiz xudo xolasa. Bu birinchi esdalik videosi. Videoda demak yaxshi niyatlar qilgandik, xudo xolasa 3 oydan keyin viza natijalarini qo'yamiz deb niyat qilgandik. Shu kunlar keldi. Yigitlar mana til kursiga Baxtiyor va Azbeylar vizalarni qo'lga kiritishdi. Azbey Baxtiyor. Men 14 kun davomida o'z vizamni qo'lga kiritdim. Bunda menga yordam bergan Vodiy ta'lim jamoasi hamda Kamoliddin Saliyevga o'z minnatdorchilik bildiraman. Zo'r, yaxshi. Xo'p, bizni necha o'qidingiz Baxtiyor? 6 oy o'qidim. Top 2 darajani qo'lga kiritib, Koreyaning Piguhan universitetiga til kurs bosqichiga hujjat topshirdim. Kunigacha o'z vizamni qo'lga kiritdim. Bizda demak Azbey ham Baxtiyor ham viza garant tarifimizdan foydalanishgan. Qalay, yoqdimi bu tarif? Ha, yaxshi tarif. Ovoragarchiliklar umuman bo'lmadi. Hujjatdan domlamni o'zlari yordam berdi barida. Qiyinchilik bo'lmadi, xudoga shukr. Xursandsiz. Tavsiya qilasizmi tanishlarga? Albatta tavsiya qilaman. Barcha tanishlik kelishingizni foydalanishingizni tavsiya qilaman. Qayerdan edingiz Baxtiyor? Toshpulov, Namangan Toshpulov shaharchasidanman. Yaxshi, rahmat. Azbey haqida ham bir og'iz eshitaylik. Tursunpo'lat Azbey, Namangan viloyati Qo'ron tumanidanman. Vodiy ta'lim o'quv markazida 6 oy mobaynida kursni o'rgandim va o'zimni top 2 natijamni qo'lga kiritdim va vodiy ta'lim konsaltingdan foydalanib o'z vizamni kuni kecha qo'lga kiritdim. Bundan menga yordam bergan vodiy ta'lim o'quv markazi hamda Kamoliddin Saliyevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yaxshi. Xursandmisiz Azbey? Juda ham xursandman. Tabriklaymiz. Demak, qolgan tanishlarni ham xuddi shunaqa ham sifatli ta'lim, ham o'z vaqtida viza olishi istagida bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar va markazimizga taklif qilib qolamiz.